Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurshid. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar o'tgan haftadan beri Uyg'urlar munosabatlik bo'lgan ba'zi muhim hadislar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Qani diqqətinglar haftalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı İşki İşlər Komitetining müdiri, Avstraliyadagi vatanparvar Uyg'ur ziyolisi Baxtiyor Bo'ri apandimning 24-iyun Avstraliya Xitoy munosabatlari instituti tarafidan Sydney Texnik Universitetida o'tkazilgan suhbat programmasi jarayonida mazkur yig'inga alohida so'z qilish taklif qilingan Xitoyning Avstraliyada turishliq bosh elchisi Shao Channi razil rasvo qilishi Avstraliya matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Mazkur suhbat yig'inining oxiridagi savol-javob qismida Uyg'urlar haqida so'ralgan savolga javob bergan Xitoy elchisi Shao Chan Uyg'urlar terrorchi va bo'lgunchi Xitoy hukumati terrorlikqa qarshi kurash qilyotidi deb chalvo qilgan. Tomoshabinlarning orasida o'tirgan Baxtiyor Bo'ri apandim o'rnidan dast turib, "Men Uyg'ur, men terrorchi emas, irqiy qirg'inchilikni to'xtat" deb varqirgan. Baxtiyor apandi so'zlayotganda universitetning bexatarlik xodimlari uni yollab sirtqa chiqarib soqchilarga topshirib bergan. Baxtiyor Bo'ri apandim soqchilarning so'roq savolidan keyin qo'yib berilgan. Straight away, go now. If you want to say stuff like that, you're out here. Let's go. Out. No questions. Out. Go. Bu vaqadan keyin chet ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz turli ijtimoiy taratqular orqali Baxtiyor Bo'ri apandimga tabrik yog'dirib, uning bu jasurona harakatiga opirin o'qishdi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 24-iyun kuni Avstraliya Xitoy munosabatlari instituti tarafidan Sydney Texnik Universitetida o'tkazilgan suhbat programmasiga Xitoyning Avstraliyada turishliq bosh elchisi Shao Chan alohida taklif qilingan. Mazkur suhbat Avstraliya Xitoy munosabatlaridagi masalalar haqida elib berilgan. Mazkur suhbat qatnashganlarning orasida Avstraliya Erkinlik partiyasining qurg'uvchisi, yosh siyosiy faoliyatchi Drew Powlomi bor bo'lib, u yig'in maydonida do'stlari bilan birlikda Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga erkinlik deb yozilgan lozunkalarni ko'tarib namoyish qilgan. That right, however, does not extend to speaking over the top of invited guests. It's my pleasure here, really, to be here for this event. Namoyishchilar Sharq Turkistonga erkinlik, Uyg'urlarga erkinlik degandek shuarlarni yuqori ovozda to'lab, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, Tibet, Hong Kongda davom qilayotgan kishilik huquq dafsanchiligini ayiblagan. Drew Powlo va uning bilan birga namoyish qilgan do'stlari maktabning amonlik qo'g'dug'chilari tomonidan bir-birlab yig'in maydonidan chiqarib o'tilgan. Drew Powloning qo'ldagi Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga erkinlik deb yozilgan lozungini yig'in maydonidagi bir Xitoy tartib shirtib etgan. Arqa-arqadan namoyishchilarning kuchli qarshilikqa uchrab rasvo razil bo'lgan Xitoy elchisi Shao Chan yig'lamsirab qilgan so'zida bu so'z erkinlikning ifodasi emas deb bildirlagan. Dünya Uyghur Qurultayı 18-iyun kuni Germaniyaning München shahridagi Qashqar restoranda murosima o'tkazib, mustabid Xitoyning Sharq Turkiston ta'sis qilgan jazo lagerlarini, Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumi va irqiy qirg'inchilikni dunyoga pash qilishda intayin muhim rol o'ynagan va bu sababdan Xitoyning birinchi nomorliq dushmaniga aylangan markazi Washingtondagi kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Tens apandimga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan qayta minnatdorlik bildirib sharafnoma taqdim qilindi. Tuqqan yo'qlash uchun ana yurti Germaniyaga yetib kelgan Adrian Tens apandim 18-iyun kuni oilasi bilan birga oldi bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayining München shahridagi markaziy ishxonasini ziyorat qilib, Qurultay raisi Dolqon Aysa, Qurultayning muavin raisi Farhod Yo'rinqash, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin, Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun va Qurultayning markazdagi boshqa xizmatchi xodimlari bilan qizg'in suhbat elib bordi. Suhbatda Amerikaning Chexiyadagi bosh elchixonasining diplomati Erika Kunna va Qurultayning Polsha, Chexiya, Vengriya va Slovakiya qatorliq 4 davlatdan tarkib topgan Visegrad ittifoqidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Evita xonimlarmi birga bo'ldi.
Dolqun İsa əpəndim söhbət qılğan sözüdə Adrian Tens əpəndimnin tirişçanlığı nəticəsində axırqı qitim elan qılınan Şinjan saqçı hüccətlərinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga, Avropa İttifaqıga və Ғərb dövlətlərinin hökumət və parlamentlərinə bevosita təsir göstərganligini. Növbətdə çağırılayotgan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Kengashining 50-ci növbətlik yig'indimi Şinjan saqçı hüccətlərinin köplىگەن dövlətlərinin BDTdagi elçiləri tərəfindən tilgə ilinganligini. Bu hüccət asosida 47 dövlətning Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini ayblab BDT yig'inida birlashma bayonot e'lon qilganligini, hatto Şinjan saqçı hüccətlarining Germaniya hökumatining Xitoyga bo'lgan pozitsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatib, Germaniya hökumatining Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining Germaniya bozorlariga kirishining oldini olish va Uyg'ur majburiy amkiga sherik bo'layotgan Germaniya shirkatlariga qarshi ba'zi cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yish uchun ba'zi siyosatlarni bekitib chiqishga sababchi bo'lganligini eskartib o'tdi. Dolqun İsa əpəndim sözdə yana Dünya Uyğur Qurultayının təşəbbüsü bilan Londonda qurulğan Uyğur Sot Kollegiyasının Xitayning Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerli xalqlarga qarshi yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqarishda Adrian Tens əpəndimning sotda bergan 3 qitimlik guvohligining intayin hal qiluvchi rol o'ynaganligini eslatib o'tish bilan birga Yevropa parlamenti tarafidan 9-iyun kuni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi deb qaror qabul qilishda Uyghur Sot Kollegiyasining hukmnomasining nihoyatda muhim rol o'ynaganligini. Mazkur qarorda Uyg'ur Sot Kollegiyasining hukmnomasining alohida tilga ilinganligini eskartib o'tdi va Adrian Tens əpəndimning hozirga qadar izlayotgan va irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqiga ko'rsatib kelgan g'amxo'rligiga takror minnatdorlik bildirdi. Adrian Tens əpəndim qurultay rəhbərləri bilan ötküzgən söhbəti jarayonida qilgan sözüdə, gerçi Uyg'urlar bo'lgan xalqarалық qo'llash uzluksiz kuchayib berayotgan bo'lsa-mu, ammo buning yakka xarakterlik davom qilayotganligini, chunki navbatda Uyg'urlar masalasini qo'llab kelayotgan davlatlarning hammasining degidek g'arb ellari ekanligini. Shunga Sharq Turkiston masalasining islom ellaridagi ta'sirchanligini oshirish va islom ellarining qo'llashini qo'lga keltirishning intayin muhim ekanligini. Dünya Uyg'ur Qurultayining bu jihatdagi xizmatlarini kuchlantirishning to'liq zarur ekanligini. Ana shundayla Uyg'urlar masalasiga bo'lgan xalqarалық qo'llashning bir butunlik ega bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Qurultay markaziy ishxonasidagi suhbatdan keyin Adrian Tens va uning oilasidagilar Qurultay tarafidan Myunxen shahridagi Qashqar restoranda uning sharpiga o'tkazilgan rahmat aytish murosimiga qatnashdi. Uni murosim qatnashgan Myunxendagi Uyg'ur jamoati guldiras olqish sadolari ichida qizg'inlik bilan kutilib, o'zlarining Adrian Tens әпәндimga bo'lgan cho'nqur hurmatini ifoda qilishdi. Qarshilish murosimida so'z qilgan Dolqun İsa әпәндим bugun Yevropa parlamentining, Amerika hukumatining, Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litvaniya va Irlandiya parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilishda va Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb ellarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida bevosita javobgarlik bo'lgan Qingchuango boshchiligidagi bir qism Xitoy amaldorlariga va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bevosita sherik bo'lgan Xitoy shirkatlariga qarshi jazo va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yishda va Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik bo'lgan mahsulotlar qarshi cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yishda doktor Adrian Tens әпәндим tarafidan Xitoyning Sharq Turkistonga jinoiy qilmishlari haqida e'lon qilgan dalil isbotli doklad va maxfiy hujjatlarning intayin muhim rol o'ynaganligini eslatib o'tish bilan birga, bu sababdan Xitoy hokimiyatining Adrian Tens әпәндimni o'zining eng asosiy dushmani deb e'lon qilib, uning qarshi jazo va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yganligini, butun Xitoy va Sharq Turkiston miqyosida Adrian Tens әпәндimni kurash qilish harakati qo'zg'ab, uningga tahdid va haqoratlar yog'dirib kelganligini, Xitoyning Adrian Tens әпәндimga qaratgan hujumlarga hozirmi ham izchil davom qilayotganligini, uning Uyg'urlar uchun ko'rsatgan fidokorligini va to'lagan badallarini Sharq Turkiston xalqining asla unutib qolmaydiganligini ifoda qildi. Murosimda Adrian Tens әпәндimga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan sharafnoma taqdim qilindi. Adrian Tens әпәндим murosimni qilgan so'zida o'zining ona vatani Germaniyadagi Uyg'ur jamoati bilan uchrashganligidan cheksiz mamnun bo'lganligini va iftixorlanganligini ifoda qilish bilan birga, Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun bundan keyinmi yana davomli tirishchilik ko'rsatilganligini bildirdi. Murosimning oxirida qarindoshlarimizning turli savollariga astoydillik bilan javob bergan Adrian Tens әпәндим bir qarindishimizning "Siz nima uchun o'zingizni maxsus Uyg'ur masalasini tadqiq qilishga degan savoliga javob berib, "Men o'zim nihoyat dindor bir inson. Barcha dinlarning ashaddiy dushmani hisoblangan kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga selayotgan zulmlari haqida tadqiqot ilib berish va uni dunyoga pash qilishni xuddi Tangri dilimga solgandek, go'yo bu haqda Tangridan vahiy kelgandek his qilaman. Shunga doktorligimni tamomlagandan keyin ixtiyorsiz holda o'zimni bu ishga otadim. Bundan keyinmi bu jihatdagi tadqiqotimni to'xtatmay izchil davomlashtirman" deb ko'rsatdi. Adrian Tens әпәндим murosimni qilgan so'zda yana Uyg'ur xalqining asla yolg'iz emasligini, shunga Uyg'urlarning har zaman umid va ishonch bilan yashashi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi.
Amerika prezidenti Joe Biden 2021 yılı 23 dekabr günü Uyghur mecburi emgikini aldın ilish qanun loyihasiga imzo qo'yib, uni rasmiy qonunga aylantirgan edi. Uyghur mecburi emgikini aldın ilish qonuni bugun, ya'ni 21 iyun seshanba kundan e'tiboran rasmiy ijro qilinishga boshladi. Mazkur qonun Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi, ona vatanning bexatarligini qo'g'dash ministrligi, tashqi ishlar ministrligining barliq bo'limlari, Amerika davlat majlisi qatorliq munosabatli organlarning hamkorligi va kuchli qo'llashi bilan ijro qilindi. Mecburi emgek orqali ishlab chiqarilgan tovarlarning Amerikaga kirmasligiga kapolatlik qilishni maqsad qildigan bu qonun natijasida Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan, qezilingan, yasalgan barliq tovarlarni mecburi emgek bilan bulg'angan deb faraz qilib turib ularni tutib qoldi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika chegara qo'g'dash idorasining bu vaqtdagi uqtirishiga asosan, agar shirkatlar bu tadbirga raddiya bermoqchi bo'lsa, cho'qim Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasini o'zlarining import qilgan tovar mahsulotlarining Uyg'ur majburiy emgikiga chetilmaydiganligini isbotlaydigan ishonchlik va qoyil qilarlik paktlar bilan ta'minlashi kerak ekan. Unda qilolmagan muddatcha barliq tovarlar birdek majburiy emgak bilan bulg'angan deb qaraldi ekan va cheklandi ekan. Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunida majburiy emgak chetishlik deb faraz bo'yicha muomala qilinadigan sohalar haqida izohat berilib, atalmış Uyghur Abnum rayonida to'liq yoki qisman qizish elib bordigan, ishlab chiqardigan yoki qurashtirdigan o'rinlar. Şinjan Uyghur Abnum rayonlik hukumat bilan xizmatchi qabul qilish, to'shish, yo'tkash yoki majburiy emgak qabul qilish haqida to'xtamlashganlar. Oldingi moddalardagi shartlar ostida qizilingan, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksport qiladigan o'rinlar. Ta'minlash zanjiri uchun Uyg'ur Abnum rayonlik hukumat yoki Şinjan ishlab chiqarish qurilish punktlari doiralari bilan hamkorlashgan o'rin va aslahalar qatorliqlarni o'z ichiga oladi deyilgan. Bu yil 3-oyda Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini ijro qilish uchun jami 27 million dollardan ortiq qo'shimcha xomchot ajratgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Davlat Majlisining mazkur xomchoti uning 2022 yilda qo'shimcha xomchot qonuniga kirgizilgan. Bu xomchot mazkur qonunning unumli ijro qilinishi va Uyg'ur majburiy emgikiga chetilgan mollarning Amerika bozoriga kirmasligiga kapolatlik qilish uchun sarf qilindi ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni Uyg'ur irqi qirg'inchiligining muhim bir tarafi bo'lgan Uyg'ur majburiy emgikini oxirlashtirishni maqsad qilgan kuchli bir qonun bo'lib, u yana Amerikaning dunyo miqyosida kishilik huquqini ilgari surish, o'zining qimmat qarashini qo'g'dashdagi jiddiy tadbir hisoblandi ekan. Yevropa Parlamentining 9-iyun kuni Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi deb olgan qarorida Uyg'ur sud kollegiyasining 2021 yil 12-oyning 9-kuni chiqargan hukmnomasining muhim dalil sifatida o'rin olishi Uyg'ur sud kollegiyasining tarixiy ahamiyati va qimmatini yana bir qatim ro'shan holda ko'rsatib berdi. Dünya Uyghur Qurultayıning tashabbusi va arzi bilan 2020 yili 9-oyning 3-kuni Londonda Uyg'ur sud kollegiyasi qurilganda mazkur sud chet ellarda faoliyat olib berayotgan ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarining, siyosiy faoliyatchilarimizning va keng avom xalqimizning moddiy va ma'naviy jihatga zo'r qo'llashiga sazovor bo'lgan edi. Bu xil qo'llashning naqadar bir to'g'ri tanlash bo'lganligi, sudning qurilishiga moddiy jihatdan yordam bergan qarindoshlarimizning ko'rsatgan fidokorligining hargiz bo'shqa ketmaganligi, ularning har birining milliy mustaqillik kurashimizning tarixiy batlaridan o'rin olganligi qayta isbotlandi. Navbatda xalqaro organlar, hukumatlar, parlamentlar va kishilik huquq tashkilotlari Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasidan muhim qonuniy asos sifatida foydalanib kelmoqda. Irlandiya parlamenti bo'lsa Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini qabul qilish haqida maxsus qaror ma'qulladi. Növbətdə Dünya Uyghur Qurultayı başçılıqidagi Uyghur təşkilatlar Uyghur sud kollegiyasining tarixiy hukmnomasini texmi ko'p davlatlarga qabul qildirish va bu hukmnoma va yaqinda oshkorlangan Şinjan saqchi hujjatlari asosida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texmi ko'p hukumat va parlamentlarning e'tirof qilishini qo'lga keltirish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan 2021 yil 12-oyning 9-kuni e'lon qilingan dastlabki hukmnoma garchi 62 bet bo'lsa-mu, izohat qismini qo'shganda asli hukmnoma 200 betdan oshadi. Növbətdə Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən təşkillenген məxsus bir tərcüm qrupusu Uyghur sud kollegiyasının to'liq hukmnomasini ko'p xil tillarga tərcüm qilishga boshladi. Dünya Uyghur Qurultayıning tashabbusi va arzi bilan 2020 yili 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Uyghur sud kollegiyasining tunji qitimli isbot anglash yig'ini 2021 yil 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha, ikkinchi qitimli isbot anglash yig'ini bo'lsa 2021 yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha, uchinchi qitimli isbot anglash yig'ini bo'lsa 2021 yil 27 noyabr kuni Londonda muvaffaqiyatli holda chaqirilgan.
Bu 3 qıtımlıq ispat anglash yig'inida Sharq Turkistonlik va chet elliklardan bo'lib 70 dan ortiq kishi guvohlik bergan edi. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi bo'lsa ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi Xalqaro adolat divanida sobiq Yugoslaviya prezidenti Milisovichni sotlagan dunyoga mashhur sotchi bo'lib, xalqaro qonun sohasida yuqori inovatga ega shaxslarning biridan iborat. 2021-yil 12-oyning 9-kuni Uyg'ur sud kollegiyasi Londonda hukm e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoy hukumatı Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotidi deb hukm chiqardi. Bu xalqarada tunji qitim hukumatlardan betaraf va butunlay mustaqil bir sud kollegiyasining qaror chiqarish bo'lg'achqa xalqaraning zo'r diqqatiga erishdi. Hozirgacha bu vaqtda sukut qilayotgan hukumatlar, xalqarалық organlar ustidagi besim yanama oshdi. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandim tarafidan o'qib o'tilgan va shu kuni Uyg'ur sud kollegiyasining tor betida e'lon qilingan 63 betlik hukmnomada yana Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlar qarta o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping, atalmış Uyg'ur Abnom Rayonluq Partikomining sekretari Ching Chuango qatorliqlarning bevosita javobgar ekanligi bildirildi. Xalqaro qonunshunoslarning qarashicha, Uyg'ur sud kollegiyasining tarafsiz holda chiqargan bu hukmi xalqaro organlar, parlamentlar va hukumatlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Shuning uchun Xitoy hokimiyati mazkur sudga buzg'unchilik qilish uchun bir davlatga yarashmaydigan rezil vositalarning hammasini ishga soldi. Guvohchilarga tahdid soldi, guvohchilarning vatanlik urug' tuqqanlarini go'riga ilib, ularni majburiy ekranlarda so'zlitish orqali chet eldagi guvohchilarga ro'yi azob soldi. Uyg'ur sud kollegiyasiga va uning raisi Jeffrey Nice apandimga qarshi embargo yurgizdi. Xitoyning Angliyadagi bosh elchixonasi 21-iyun kuni axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yil 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasiga, uning bosh sudchisi Jeffrey Nice apandiga, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga, qurultayning raisi Dolqin Aysa apandimga va sudda guvohlik bergan Sayragul Saudbay va Adrian Tsenslaga talablarcha hujum qildi. Xitoy elchixonasining bayonotchisi muxbirlar qilgan so'zda yana konu muqomini to'lab, atalmış Uyg'ur alayda soti bo'lsa shaxslarning kepili bo'lishi bilan shirkat xarakterida Angliyada qurilgan bo'lib, butunlay ommaviy xarakterlik bir tashkilot. Uning qonun bilan hech bir aloqasi yo'q. O'ziga sot degan bu ismni o'g'irlab qo'yib olgan. Amerika iqtisodiy jihatdan yordam qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsa, Uyg'ur alayda sotining eng chong iqtisodiy teriki bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi barliq kelgandan buyon BDT tarafidan terrorist tashkilot deb atalgan Sharq Turkiston islom harakati bilan til biriktirib, Shinjongda zo'ravonlik tusini olgan bölgünçilik hareketlerini planlab keldi deb bildirdi. Xitoy bayonotchisi so'zda yana Uyg'ur alayda sotining bosh sudchisi Jeffrey Nice bo'lsa Angliyaning bexatarlik xodimi. Sotda guvohlik bergan atalmış tadqiqotchilar bo'lsa uzun mezgillardan buyon Jungoga qarshi turib kelgan Adrian Tsenska o'xshagan ig'vogar aldamchilardan iborat. Adrian Tsens orqa-orqadan ig'vo tarqitib kelgani uchun sotga berildi. Atalmış guvohchilarning biri bo'lgan Dolqin Aysa bo'lsa Jungo hukumati tomonidan terrorist deb bekitilgan bir bölgünçü unsur. Sayragul Saudbay bo'lsa bir aldamchi kazzab deb chalvoq edi. Xitoy bayonotchisi so'zda yana Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining mavjudligini, majburiy emgak tuzumini butunlay inkor qilish bilan birga, bularning hammasi Jungoga qarshi kuchlar tomonidan o'ydirib chiqarilgan yolg'onlar. Uyg'ur alayda sot bo'lsa bir teatrxona. Uningda guvohlik berganlar bo'lsa eng to'van darajalik artistlar deb jo'yladi. Analizchilar Uyg'ur sud kollegiyasining 2021-yil 12-oyning 9-kuni chiqargan hukmnomasining ta'sirining kundan kuniga ishib berishining va xalqaro organlar, hukumatlar, parlamentlar va kishilik huquq tashkilotlarining Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasi muhim qonuniy asos sifatida foydalanib kelishining Xitoy hokimiyatini qattiq aloqasida qilayotganligini. Bu sababdan Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning eng asosli hujum nishonlarining biri bo'lib kelganligini bayon qilishmoqda. Yevropa parlamentining 9-iyun kuni Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini, insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi deb olgan qarorda Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining muhim dalil sifatida o'rin olishi Uyg'ur sud kollegiyasining tarixiy ahamiyati va qiymatini yana bir qitim ro'shan holda ko'rsatib bergan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komiteti raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiri Ömer Qanat, Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbaslardan tarkib topgan Uyg'ur hay'ati 22-iyundan 23-iyungacha Washingtonda chaqirilgan 8-navbatlik Tibet parlamentarlar birligining yig'iniga qatnashish jarayonida ko'plagan yuqori darajalik arboblar bilan va dunyoning har qaysi allaridan kelgan parlament a'zolari bilan keng doirada uchrashish va suhbat ilib berib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerli xalqlarga qarta rayimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida ma'lumot berish fursatiga ega bo'ldi. 22-iyun kuni Dolqin Aysa boshchiligidagi Uyg'ur hay'ati mazkur yig'inga qatnashgan Amerika Davlat Majlisining raisi Nancy Pelosi xonim, Hollywoodning dunyoga donliq kino cho'lpini Richard Gere, qisqartirilgan nomi NED deb atalgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondining prezidenti Damon McWilson,
Tibet sürgün parlamentinin reisi Rahip Galan Khenpo Sonam ve Tibet sürgün hökumetinin baş ministri Pempa Tresinglarni öz ichiga algan köpligen erbablar bilen, şundaqla her qaysi ellerden kelgen parlament a'zolari bilan ayrim uchrashib suhbat elib bordi. Tibet Dünya Parlamenterlar Birligi her qaysi davlatlarning parlamentlaridagi Tibet meselesini qo'llaydigan parlament a'zolaridan tarkib topgan bo'lib, bu navbat chaqirilgan yig'inda Tibet meselesi bilan birga qanday qilib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish meselesimi yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim 21-iyun kuni Amerikada boshlagan va bir hafta davom qilgan xizmat ziyorati jarayonida yana Amerika hukumatining munosabatli organlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashish elib boradi. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining muavin raisi, Hudson Aqllar Markazining oliy tadqiqotchisi advokat Nuri Turkal apandimning 21-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining raisligiga tayinlanishi chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni cheksiz faxrlantirdi va alayda söyündirdi. Her qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilarimiz va avam xalqimiz turli ijtimoiy taratqular orqali Nuri Turkal apandimga qizg'in tabriklar yog'dirdi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Nuri Turkal apandimning bu sharafli vazifaga tayinlanganligini qurultay nomidan qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, chet elga hijrat qilib chiqqandan buyon o'z xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish uchun tinimsiz kurash qilib kelgan va Uyg'urlar masalasini Amerikadagi taraqqiyot uchun zo'r to'hfalarni qo'shgan Nuri Turkal apandimning bundan keyingi xizmatlariga muvaffaqiyat tilaydiganligini bildirdi. Nuri Turkal apandi 2020-yil mayda Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim tarafidan Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan tunji Uyg'ur Amerikalik bo'lib, u 2021-yil 15-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti muavin raisiga tayinlangan va 2022-yil mayda qayta tayinlangan edi. U yana Davr jurnal tarafidan 2020-yillik dunyodagi ta'siri kuchli 100 shaxsning biri. Bayliq jurnal tarafidan 2021-yillik dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbarining biri bo'lib baholangan. Amerikaning Indiana shtatiga joylashgan Notre Dame universitetining qonun instituti 2021-yil 28-iyun kuni tunji qatimliq Notre Dame diniy erkinlik mukofotini ayni vaqtdagi sobiq Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkalga taqdim qilgan edi. Uningdan boshqa Nuri Turkal apandi Amerikaning tashqi siyosiy ta'sir ko'rsatadigan tadqiqot organi bo'lgan Hudson Aqllar Markazining oliy tadqiqotchisi va tashqi munosabatlar kengashining a'zosi qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, Amerika hukumatining Uyg'urlar munosabatli muhim qarorlarni elishida belgilik rol o'ynab kelgan. U Hudson Aqllar Markazida aktiv faoliyat elib berib, ko'plagan siyosatchilar va mutaxassislar bilan Uyg'urlar masalasi to'g'riliq suhbat o'tkazgan. Qaytish yo'li yo'q nomli kitobini nashr qilib, Xitoydagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak masalasining amaliyoti butun dunyo duch kelayotgan masala ekanligini anglatgan va xili kuchli ta'sir qo'zg'agan. Nuri Turkal apandim 21-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining raisligiga tayinlanganligi munosabati bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida o'zining rais bo'lgandan keyingi hissiyotini ifodalab mundaq dedi. Amerikaningki qanchalik bir rangroyi dunyoga kelgan juda davlati qarmay, qobiliyatiga, tajribasiga va xizmat istikiga qarab turib, xizmat tayinganligini yana bir qism to'nib yetdim. Hamdalika inglizcha bir gap this only happens in America deydigan. O'ylab baqing. Men bunday his qilishdan sababim men Qashqarda tug'ilib cho'ng'igan bir Uyg'ur farzandi. Ko'chman bo'lib keldim, o'qidim, Amerikan vatandosh oldum, endi hozir Amerika hukumat amaldori oldum. Men buning hammasi qadam-qadam tirishchanlikning natijasi deb ko'rsakmi bo'ladi. O'xshash vaqtda shu davlatning sistemasining qanday sog'lomligini ko'rgan bo'ladi. Endi buni men tunji shu hissiyotimni so'rdingiz, hissiyotim hamda o'zimni burun erkin inson his qilgan bo'lsam, hozir shunchalik bir ta'lilik inson his qildim. Shundaq bir muhitda, shundaq bir hukumatga, shundaq bir xalqqa xizmat qilish fursatiga erishganim uchun bir ko'chman bo'lsammi, bir ezilgan millatning farzandi bo'lsam, bir qirg'inchilik uchratgan millatning farzandi bo'lsammi, shu Amerikada shunday qadr qimmatga erishganligimdan o'zim yomon ta'lilik his qildim va baxtli his qildim. Qozog'iston va Qirg'izistonlardagi Uyg'urlar orasida Dunyo Uyg'ur qurultayining sohibxonligi va 20 dan ortiq tashkilotning moddiy yordam bilan 26-maydan 28-maygacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-navbatdagi Sharq Turkiston Milliy Kengashining ro'yini yetkazish faoliyatlari davom qilmoqda. Milliy Kengash yig'inidan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istondagi oliy maslahatchisi Qahramon G'ojanberdi, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov, Qurultayning muavin bosh taftishi Abdurim Qurbonov va Qurultay ma'rif komitetining mudiri Dilnara Qosimova boshchiligidagi Qurultay hay'ati Almuta va uning atrofidagi Uyg'ur noyillarini ziyorat qilib, u yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga Milliy Kengashning mazmuni va Milliy Kengash tarafidan e'lon qilingan xitobnoma haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Qozog'istondagi qarindoshlarimizning Milliy Kengash va Qurultay
Qurultay haqidagi fikrlarini anglagan edi. 20 iyun kuni yana Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining idorasida ittifoq jamiyatining yigit boshlari va faoliyatchilarining qatnashishi bilan 2-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy kengashining ro'yini yetkazish yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inda Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimi o'z so'zida 26-maydan 28-maygacha dunyoning 23 davlatlarida faoliyat yurgizayotgan 70 ga yaqin Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlaridan 200 atrofida vakillar qatnashganligini, 3 kun davomlashgan Sharq Turkiston Milliy kengashida muhim masalalar bo'yicha muzokaralar elib berilib, Sharq Turkiston Milliy kengashining 8 moddadan tarkib topgan xitobnomasini qabul qilganligini aytdi. U yana Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi mazkur kengashning yepilish marosimida qilgan nutqida bu qitimki kengashning Sharq Turkiston da'vosidagi g'oyat zo'r bir burilish ekanligini alohida ta'kidlab o'tganini so'zlab berdi. O so'zning oxirida İttifaq jamiyati buningdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining ish faoliyatlarini xalqimizga keng tashviq qilib, qurultayni moddiy va ma'naviy jihatda qo'llab-quvvatlashimiz kerakligini ta'kidlab o'tdi. Yig'inda Novopokrovka yezisining yigitbeshi G'ayrat Jahonov, Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining muavin raisi Akbarjon Bowdunov, Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'iziston bo'yicha vakili Ro'zmuhammad Abdulboqiyev va siyosatshunos Abdurim Hofizlar o'zlarining fikrlarini bayon qilib, Milliy kengashning xitobnomasini qizg'in olqishlaydiganligini ifoda qilishdi. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.